Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. 2025-yil 23-may sanasiga zangori shakl berish daraxtlariga tushuntirib o'tamiz. Nimalarga e'tibor berish kerak? Buni kuzda qilingan. Ko'p joyda odamlar faqat daraxtni bahor tesiga tushadi. Endi biz tushuntirib beryapmiz, kuzda abresga qilishcha. Hop. Endi mana ularni olish tartibi. Buni olmasak nima foyda? Hop, olinsa, mahincha narsani kuzgacha yoki bahorgacha boqib chiqib o'ldirilmaydi-da. Hozir olib tashalgani ma'qulroq. O'shaning uchun mana shu yaqinroq olib ko'rsating, mana shu yangi suruqlarni. Hop, mana shu yosh suruqlarni hammasini olib tashlash kerak. Chunki buni shaklga qo'yib qo'yilgan, faqat daraxtni energiyasini olib yotibdi. Bu daraxt kuchiga shiyrik bo'ladi, ozuqasiga hosil maydalanishiga va kasalliklar ko'piga shu sababchi bo'ladi. Baribir 1 yildagidan olib tashladi, undan ko'ra vaqtida olib bularni tartibga solib qo'ygan yaxshiroq. Bundan buyog'iga urishdi, gulasi borlar va shoftallar pishib bo'lgan joylar, shoftal endi pishyapti-yu. Shoftallarda ham o'tkazsa bo'ladi. Bunga mutaxassis shart emas. Faqat e'tibor bilan ichlarni olib tozalab qo'yilsa bo'ldi. Mana holatda olib qo'ysam yaxshi bo'ladi.